Kelib, namozxonlarni bir chekada turib tomosha qilib kuzatdi. Ana shularning ichida bitta odamning namozi bu kishiga yoqib qoldi. O'zini hokisor tutgan, ko'zlarini mahkam yumib olgan, qo'yinki namozi boshqalardan namozdan yaxshi. Namoz tugagandan keyin haligi odam oldiga kelib, "Vallohi, menga namozingiz yoqdi. Men hajga ketmoqchiman. Qo'yib ketgani bir omonatdor odamim yo'q. Katta mablag'imni sizga bir qo'yib ketay demoqchiman. Nima deysiz?" desa, haligi kishi nima deydi? "Men yana roza ham tutuvdim bugun" dedi. Dedi, bu kishi aytdiki, "Shu rozadorligingiz yoqmadi menga." Dedi-da omonatni bermay ketdi. Shu bildirgisi kelib turadi. Bildirgisi kelib turadi doim. Aytdi-ku, masjidga birov gilom solib qo'yibdi. Ertaman chiqsak, yangi gilom polos solib qo'yibdi. So'pi ham bilmayapti, kechqurunda qilib qo'yibdi birov. Kim qildi ekan, kim qildi ekan?